hammaga shu ko'rib turgan oshxona o'g'logilar shu turish 1.600.000 so'm. O'ta kichkina narxlarda qilib qo'ydik. Buni qisqacha Abdulov ikkita xizmati bor, xona bor. Uylar ochilib yopilaveradi. Narsalar qator qilib terib solib qo'ysalar ham bo'laveradi bu yerga. Tepalar bonni mo'yishida bo'lgan xizmat qilaveradi. Bu tomonimiz ham ochilib yopilaveradi. Narsalarni olib berib qo'yaverasizlar. Sondilik qilib qo'yganmiz. Shu turishi 1.600.000 so'm. Komplet. Bu variantimiz bor, bu ham shu turishi 1.600.000 so'mdan. Bu ham ochilib yopiladi. Hamma narsalar ichiga ko'proq narsa sig'adi. Oshxona kuxunlilarimiz bor. Buni razmeri 240 ga balandligi 230 joyga chiqaradi. Rossiyskiy laminat. Tomlari zavodskiy to'y bo'lgan. Bu yerga duxovka tushadi, tepasiga gaz dimoxod chiqaradi. Orqalari kafet. Mexanizmlar davotchilar yaxshidan qo'yilgan, pastlariga ham ponni yaxshidan qo'yilgan. Ikkitadan tortma qilib qo'yganmiz bunga. Xo'p, puliga keladigan bo'lsa 2.900.000 so'mdan kichkina narxlarda. Shu turishi, pagonda metr emas, shu turishi 2.900.000 so'mdan. Xo'p, bu variantimiz bor, 3 metrlik. Bu ham rossiyskiy laminat, tomlari zavodskiy, duxovka, gaz dimoxod vichga chiqaradi. Orqalari kafet. Xizmat qilaveradi. 3 metrga balandligi 230 joyga chiqaradi. Buni puliga keladigan bo'lsa, shu turish 4 million so'mdan. Shu turishi. Bu variantlarimiz bor. Bu variantlarimiz akril materialda bo'lgan.